Farg'ona shahar Atlas Media portalida bilasizlar, elektromobillar uchun zaryadchi stansiyalar qo'yilgan. Mana shu yerga naveslarni ko'rib turibsiz, mana shu naveslar hammasi konteyner profil mahsulotidan yasalgan. Lekin burasi bo'yab qo'yilgani uchun o'zimizni profilda o'ylaysiz. Lekin bu hammasi konteyner profildan qilingan. Ya'ni aylanasiga tashqaridagilari ham, narigilari ham ozorli o'tib ko'rsam, hozir mana shu primyerda necha 120 metr bor bez ustimi? Bor aka. Bez ustim 120 metrgacha bor. Siz ham xuddi shu stil necha metrgacha qilib bera olasiz bez ustim? 30 metrgacha qilib beramiz. 30 metrgacha bez ustim qilib bera olasiz. Ya'ni masjid tomi ham, molxona ham, etajlar ham, to'yxona ham, futbol maydoni ham hammasini yasab beraverasiz. Ya'ni borib o'lchab olasizlar, borib qilib berishlaring. Biz tomondan nima talab qilinadi aka sizga? Biz tomondan pulni sanaysizlar bo'ldi. Pulni sanasi bo'ldi. Barcha elektroodgacha o'zingiz olib berasiz. Elektroodgacha o'zingiz olamiz. Yer respublika bo'ylab xizmat ko'rsatasiz. 12 ta viloyatga. Hozir biz ko'rsatgan joyimiz Farg'ona shahrida. Endi misol uchun eng kichkinasi bir 50 kvadrat joygacha qilib beraverasizlar? Qilib beramiz. Qilib beraverasizlar, ya'ni konteyner profildan. Keyin ustida sizga bitta savolda. Buni mana shu bo'yatilgan bu. Lekin buni bo'yab ham beraverasizmi o'zlaringni? Bo'yab ham beramiz. Pulni kelsa, pulni orasida bo'yab berish ham bo'ladi. Buni qalinligi necha bo'ladi profilda? 2 bo'ladi, 2 tenka bo'ladi. 2 tenka bo'ladi. Ya'ni 2 tenka bo'ladi. Mana mo'larni ham qarang. Mo'lar ham xuddi shu narsadan qilingan. Bu o'zimizning profildan ko'ra ancha xizmat uzoqroq, to'g'rimi? Sababi Morskoy konteynerdan qilinadi. Morskoy konteyner bilasizlar, zanglamaydi, chiramaydi, hech narsa bo'lmaydi, xizmati uzoq bo'ladi. Morskoy konteyner bekorga aytilmaydi. Dengizga tushib ketsa ham, masalan, bu konteynerlar ichiga suv o'tkazmaydi. Shu tomonlama xizmati uzoq bo'ladi. Shuning uchun konteyner profildan uylarning tomini yoqtirmoqchi bo'lsalar, misol uchun bunga loy bossa bo'laveradi, bemalol loy, lo'mboz bossa bo'laveradi. Shu narsalar ham qilib berishaveradi bemalol. Ya'niki sizni qora reyka qilib, taxta olib, shifr olib, nima qoladi demas, prosta akalarimiz tayyorlashib, ichida bepulga shifrni ham qo'yib berasizlar, to'g'rimi? Ikamiga kelishib qolsak, kraskasini ham qilib beraverasiz. Ekranda raqamlar turibdi. Farg'ona, Marg'ilon, Qo'shtepa, Polnosti, bag'i 12 ta viloyat bo'ylab, respublika bo'ylab yurishib, mana shunaqangi konstruksiya ishlarini borishib, o'lchab olishib, o'rnatib berishi hamma yo'g'i faqatgina xizmatiga pul bersalar bo'ldi. Boshqa ortiqcha pul talab qilinmaydi. Ya'niki bizga elektrod olib bering, suv olib bering, gaz olib bering, unaqa narsa yo'q. Polnosti mana shunaqangi mana ko'ryapsiz. Qilingan mana profildan, konteyner profildan mana shu narsalar qilinganiga bilasiz necha yil bo'ldi? 2-3 yil bo'lib ketdi, mana xizmat ko'rsatyapti, bir chiroyli turibdi. Ekranda raqamlar turibdi. Elektromobilga zaryad qilganing mana shu yerga kelaverasizlar. Bundan tashqari akamizga aloqa qilsanglar, xudo xolasa borib o'lchab olishib, xizmat ko'rsatishar konteyner profildan.